Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoqlarda bizani kuzatib turgan qadrli obunachilar. Bugun biza Qirg'izobod elida mehmonimiz ajoyib opamiz, Sharif opamizni tavallud kunlari ekan. Akasi, suyukli akasi Quronboy og'amizdan bundan keldik. Hammani uyinda shunday yaxshi kunlar, to'lg'an kunlar, to'ylar bo'lsin. Kelayotgan yangi yil bayrami ham hammangizga qutlug' muborak bo'lsin. Quronboy aka, ana shu singillaringizni baxtiga sog' bo'ling. Alloh taolam nichali yosh bergan bo'lsa, ana shu qarindoshlarni yaxshi kunlarini ko'rib quvonish sizga nasib etsin. Gatirgan yangi yil bayrami muborak bo'lsin, tavallud kunlar qutlug' bo'lsin. Muborak bo'lsin. Rahmat. Yuzlar bilan yuzlashgan vaqtimda kanalimiz bilan birgalikda kelib, ana shu xonadonni tabriklash hammamizga nasib etsin. Muborak bo'lsin. Yangi yillar qutlug' bo'lsin azizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? To'lg'an kunlar muborak bo'lsin. Kelayotgan yangi yil bayrami hammangizga qutlug' bo'lsin. Rahmat. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Sharif opam qanaqa qaysilar? Sharif opa, tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. 42 media kanal nomidan, obunachilar nomidan, qolaversa mana akajoningiz Quronboy akamiz nomidan tabriklab keldik. Alloh taolam sizga qancha yosh bergan bo'lsa, ana shu qarindoshlarni yaxshi kunlarida, ularni quvonchli ardog'inda chiroyli yashash nasib qilsin. Quronboy aka, qarang, aka singlisini ko'rish uchun bug'doy zorini bosisham ruxsat berilgan ekan. Ana shu savoblarni taglarida qolib keting. Bir chiroyli qarsak bo'lsin, Sharif opam yuzlariga kirsin deylar. Umringiz uzoq bo'lsin, Xudoyim. Qarsaklar davomiy bo'lsin. Tabriklaymiz. Qani Quronboy aka kelasiz yanıma. Qarsaklar bo'lib tursin, shunchalik so'g'a kelib turibdi bu yerga, shunchalik yaxshi niyatlar bo'lib turibdi. Hammamizga yetkazsin Xudoyim. Kelayotgan yangi yil bayrami muborak bo'lsin. Sharif opa, baxtingiz hamisha quyoshli bo'lsin. Kelgusi hayotingiz gullarga to'lsin. Uzoq va sermazmun baxt hayot tilashda qarindoshlar, qadrdonlar tilakdosh bo'lsin. Ana shu tavallud kunlar qutlug' bo'lsin. Alloh taolam bergan yoshini chiroyli yashang. Salomat bo'linglar, salomat bo'linglar. Sağ olun. Akıbat üzülmesin. Sağ olunlar. 42 Media kanalı hamisha sizlarning yaxshi kunlaringizda xizmatda. Yangi yil bilan obunachilarimiz yana bir bora tabriklaymiz. Yangi yil ayyom muborak bo'lsa, 2026-yil kim nov niyat etgan bo'lsa, niyatlarini yetsin. Iloyim uylarına gelin gelsin, sanatkor gelsin, chaqaloqlar gelsin. Selamet bulunlar. Sağ olun. Sharif opamning opasi sizdan? Beyan, adlari kim? Güliston ana, farzandingizni tavallud kunlari muborak bo'lsin sizga. Keling. Keling, men yanıma keling. Sharif opa, siz ham keling. Endi shu sizga shunday inson bo'lishingizga sababchi bo'lgan onajoningiz bo'ladi, umrlari uzoq bo'lsin. Dunyoda eng baxtli qizlardan birisi siz bilasizmi? Do'ppisini otsin osmonga, ko'zi kulib boqsin zamonga, qo'lin dadil uzatsin nonga, hayot bo'lsa kimning onasi. Go'zal taqdir peshonasi bor, tillo to'la ostonasi bor, Makkatulloh koshonasi bor, hayot bo'lsa kimning onasi. Osmon kulsa, oyi o'shadir. Kamon ussa yoyi o'shadir, odamlarning boyi o'shadir. Hayot bo'lsa kimning onasi. Hammamiz onajonlarimiz hayot bo'lsin, bor bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin deganlar bitta chiroyli qarsaklarni urib qo'yamiz. Ana, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarni ko'rib qolib yashang. Salomat bo'ling. İlayim. Hacı mama bo'lish sizga ham nasib etsin, qizaloq ham nasib etsin. Qani tabriklaydi Allah. Salomat bo'linglar. Tabriklaydi bo'lsa, yaxshi niyat bildirmoqchi bo'lgan, yaqinlar bo'lsa, kelasizda tilaklarni bildirib, keyin hazatib o'ynaymiz bugun, hay. Hech qachon menga chiqilmas. İlayim.
Gelin de yine ben hep benim mikrofon. Selamet bulunlar, sağ bulunlar. Kanı gelesiz. Tebrikliyim Zayapa. Şerpecan doğulgan gününüz bilen tebriklimen yere geldiniz. Ömrünüz uzak olsun. Hem rızkınız ziyad olsun. Hem işlerinize amet. Şimdi haclara barıp üç nasip etsin. Selamet bulunlar, selamet. Rahmat. Gelinler karındaşlar, gelin. Ayapa. Kanı gelin. Ömrün uzak boyu. Şerpecan tebriklimen doğulgan gününüz bilen. Ömrünüz uzak olsun. Vallahi güzelinden sağ yürüyüz. Şumamışkine baktınam sağ yürüyüz. Şumamışkine ömürler uzak olsun. Yine bir bar tebriklimen 100 yaşlara girgiz. Rahmat, selamet bulun, sağ bulunlar. Rahmat, sağ bulunlar. Gelin. Şerpecan'da olgan gününüz bilen tebrikliymen. İyi yaman günleriniz şunday olsun. Tapkallarınız hem muaf yaxşı gün toylara buyursan. Şu 26 bir ametli yıl olsun. Şu nedep kesenle hem şu yaxşı gün depkenle. 100 yaşlara girip. Rahmat, sağ bulunlar, sağ bulunlar. Sağ bulun, selamet bulunlar. Buldu mu karındaşlar? Gelin. Sinirinizi tebrikler. Gelin. Şöyle tebrikliyimiz. Ömrün uzak olsun. En yaman günün şimdi diyorsun. Ama yaş gün toylada oturaverik. Ama şimdi oynayıp gülüp yürümek nasip etsin emmemiz. Sağ olun. Ne diyeyim üstüne? Hemen yünde şimdi yaşlı güller olsun. Yengi yıl bile hemen tebrikliyimiz. Bir ametli yıl olsun. İlahim, Tapkalarımız yaşlı güllere toylara büyüsün. ilahim sağ olun. Rahmet silerim. Rahmet silerim. Rahmat, sağ olun. Bir bağınıza baş tutup koyasınız, singileceğinizi. Çıkaylı karşılıkla bulup dursun, eke singiller. İlahim, selamet bulun. Ana şu sevinç yaşları gözlerinizi terk etmesin. Bize şimdi sevinç yaşlarını görsek kuanamız. Xudayım, yerem aytaman 2026 yıl her biriniz uyunuzda senetkar, çakalak, gelirler, yaxşı maşallah gelsin. Bizəni niyetimiz yaxşı, hemmemize bize niyetimizi versin. İndi bir həzət deyib oynayımız Cora bir ülkemizden iltimas qılamız çıraylı qoşuqla bilen qarındaşlarını devremize teklif ederiz. Geceler aya bakıp yar seni ya eylemişim leb 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 şiirin leb 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 şeker leb leb durmuşam oturmuşam hayma hayal eylemişim leb 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 şiirin leb 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 şeker leb leb
Senemi, senemi, Arabi şamanemi, Pambakayı kuşgidere, Alkadar der senemi. Senemi, senemi, Arabi şamanemi, Pambakayı kuşgidere, Alkadar der senemi. Senemi, senemi, Arabi şamanemi, Pambakayı kuşgidere, Alkadar der senemi. Senemi, senemi,